Agar Malika bozor sotuvga qo'yilganda olgan bo'larmidinglar? Shundan Malika bozorni yonida Tarsoviga tushgan 1100 kvadratli 5 urvilli mana shu joyimiz sotuvga qo'yilgan. Hamma bilgan shu Malika bozor. Bu yoq taraf Aleskiga qarab chiqib ketirish, bu yoq taraf Chorraqasi bo'ladigan bo'lsa, Yunusobod, Safiskiy, bu yoq taraf Labzi aloqaga chiqib ketirishda mana shu yo'l yuzida 5 urvilli 4 etajli 1100 kvadraturaga ega bo'lgan nijiloy joyimiz chiqib sotuvga qo'yilgan. Bundan tashqari kadastrlari ham tayyor, APZlarigacha to'lab qo'yilgan. Kattagina parkovkasi bor, ko'rasizlarmi? O'zi bu yerda parkovka juda muammo. Mana shu parkovkasi bor. Bir 6-7 ta mashina bemalol taxlab tashlasa bo'ladi. Mana ham qo'yilgan butkamiz vaqtinchalik qo'yilib turibdi. Xullas, mana shu zdaniyamiz sotuvga chiqqanda 1100 kvadraturaga ega bo'lgan, kiruvchi eshigi vxodi 2 ta. Hozir ko'ryapsizlar, obshivat ishlar qilingan. Uglovoyga, Tarsoviga tushgan, Safiskiyga qarab chiqib ketirish, Yunusobod, bu yoq taraf Aleskiy, Labziga qarab chiqib ketirish, prям markazida joylashgan, 2 sotuvga qurilgan, ichida korobka holatida bo'ladi, elektrikasi qilingan, liftlargacha qo'yib berishadi. Narxiga keladigan bo'lsa, dokumentlari tayyor, $2 million start deyaptilar. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Biznesmen, tadbirkor, okalar, opalarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Malikani yonidan nijiloy joy qilaman deganlarga tez jo'natib qo'yinglar.